Assalamu alaykum hürmetlik savaqdaşlar. Tayba dersxonamizga hoş geldinglar. Biz bugün fiqh dersimizning 31 dersini o'qiymiz. Biz bugungi dersimizde hac bobiga kiramiz. Ya'ni hac va umrga aloqador hukmlarni o'qiymiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Al-manasik. Manasiklar ikki xil bo'ladi. Birinchisi hac. Hajning hukmi nima? Hajning hukmi har bir qodir bo'lgan musulmonga ömürde bir qatım qilish farz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Velillahi alen-nasi haccul beyti men istata'a ileyhi sabila" degan bu ayet orqali hajni farz qilgan. Yani fardu ayn fawran ba'da tawafur al-istita'a marratan fil umri. Yani ömürde bir qatım qilalaydigan bir istita'a, qudrat yetgandan keyin darhol qilish, yani kechiktirmasdan qilish farz ayn. Ömrümü bu sünnet-i muakkede. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve atimmul hacca vel umrata lillah deb ömrümü buyurgan. Bizning Hanefi mezhebde bu sünnet-i muakkede bir qatım ömürlü qilish bu sünnette ta'kidlangan sünnet. Endi hac qilguvchininki yoki umr qilguvchining shartlari qaysi? Hac qilguvchining shartlari bilan umr qilguvchining shartlari bir. Birincisi islom, ya'ni musulmon bo'lish kerak. Kafirga hac yoki umra vacib emas, hem sahih mi bo'lmaydi, to'g'ri mi bo'lmaydi. Shunga islom shurut sihha vel vujub. İkincisi aql. Sarang hac qilsa ado topmaydi, hem uningga vacib emas. Bu mu shurut sihha vel vujub. Uningki bulug'. Balog'atga yetmagan odamga hac vacib farz emas. Shurutul ijza, shurutul vujub emas. Shurutul izza, yani balog'atga yetgan odam haj qilsa to'g'ri bo'ladi. Ammo ado topmaydi. Hisob bo'ladi nafliga. Balog'atga yetgandan keyin farz haj uning gadidan qana qilmaydi, tushib ketmaydi. Shuni shurutul ado tepish sharti. Balog'atga yetgan bo'lish. Al-hurriya erkinlik, yani hur qul bo'lmaslik. Qulga haj farz emas. Yani şurutul vücub. Ama kılsa, xo'jayini ruxsat qilsa to'g'ri bo'ladi. Beshinchisi istita'a. İmkoniyati bo'lish. Endi bu istita'a 3 turlik bo'ladi. Mali, iqtisodiy jihatdan imkoniyati bo'lish, badaniy, sog'lomlik jihatdan imkoniyati bo'lish va yana bir siqositda mali, amni, ya'ni bexatarlik jihatdan imkoniyati bo'lish. Badaniy deganimiz kesel olmaslık gerek. Yani kesel olup kalsa onunla hac farz emas. Bedeni şartlarga ayollarga birisi qo'shiladi. Yani ayollarniki mahram bo'lishi kerak. Mahrami yo'q. Bilib berish beradigan eri yo'q yoki uningga mahram bo'ladigan bir tuqqanlari bo'lmasa, ayol kishiniki onunla hac farz emas. Agar yana shundaq mahramsiz holat hac qilib qolsa, makruh tahrimi, haromga yaqin makruh ish qilgan bo'ladi. Ammo ado topadi. Farz hac saqit bo'ladi. Mali, yani o'zi haj qilgudek pulga ega bo'lish kerak. Shundaqla haj qilib kelib bo'g'ichilik, xotin bolalarga yetkudek bir narsa qolib qo'yadigan darajada yetgan bo'lish kerak. İmkoniyati. Al-amni bexatarlik jihatda. Hajga berib kelsa, uningga savol so'roq bo'lmaydigan, turmuga tashlanmaydigan, shundaqla uningki berib kelgan yo'lda bexatarlikka bir kapolatga, ya'ni hech kim tutolmaydigan holatda bo'lishi kerak. Oxirgi ko'nikma berilgan buni ishlasanglar texmi o'zlashidi. Endi biz hajningki ibodatlari, ya'ni qiladigan ish harakatlariga kiramiz. Hajningki ish harakatlari ichida arkonlari bor. Ya'ni qilmasak haj ado topmaydigan arkonlari bor. U qaysi degan vaqtimizda birinchisi niyat. Niyatni ba'zi olimlar bizning Hanefi mazhabida shart qatorida sanaydi. Ya'ni niyat qilish kerak. Niyat qilmay haj qilsa, qana bo'lmaydi, hisob bo'lmaydi. Hajda niyatni nima deb ataymiz? Ihrom deb ataymiz. Ya'ni biz oq kiyimni kiyimiz-ku. Oq kiyimni kiygan hamon biz ihrom kirgan bo'lmaymiz. Ihromga kiyish uning niyati. Ya'ni men ihromga kirdim deb qalbimizda va tilimizda qilsaqmi bo'ladi? Old bilan qalbimizda va tilimizda-chu ihromga kiyimiz. U oq kiyim ihromga kiyishning bir sharti. Bir odam oq kiyimni kiygan havolab ihrom kirgan bo'lmaydi. Shunga ihrom degandan bo'lgan maqsad niyat maqsad. Ihromga kiyish niyat qilish.
Bu birinci ruknisi. Yani ihramga niyet kılmasa hac olmaydı. İkincisi Arafat'ta turuş. Yani Zulhicce ayınınki 9. günüsü. 9. günüsü gün igilişten ilgiri Arafat meydanına berip buluşumuz gerek. Gün igilişten ilgiri. Gün igilgenden kindin tatip Arafat'ta turuş vakti başlangan boludu. Bali bağış sakma boludu ama gün igilgenden tatip ertesi tang atqıçılık Arafat'ta turuş vakti. Ama ertesi tang atqıçılık iş qilib şu yerda şundaqla qadimi destigen bolsa Arafat'ta tuğan hesap boludu. Başlanış vakti gün igilgen, ahirliş vakti ertesi tang atqa vakti. Yani Qurban Hayit günüsü tang atqa vakti qıçılık. Bomdat vakti qıçılık. Mana İkincisi mu şu. Üçüncüsü tavaful ifada. Yani hacının en ahir kapariyeti olan ifazı tavafu var. Muşu ruknisi. Üç tane ruknisi var hacdan ki. Muşu üç çılaqap qalsa qanulan mu hiç nəsələn hacdan tolaqlıq olanmaydı. Qayıt qazasını qılımız. Onun için vacibatları var. Düşüp qalsa qanulan qana qıldıq olan 10 şuğulu buludğan. Ular qaysı edilse birincisi Safa ve Merve deb iki tane tağ var. Şu iki tağının oturusunda sa'i qilish, yani yugurish. Onun keyin Muzdalifada turush. Muzdalifada kechida qunash, yani Arafat günüsü kech Muzdalifaga mangamiz. Sham bilan xubtamni Muzdalifada o'qib, shu yerda qunash sunnat. Ama u yerda turush vojib. Turush vojib bo'lgan vaqt qachon desa, tong etib Bamdat namazından keyin kun chiqqan qadar turush vojib. Bu bizning Hanefi mazhabida shunday. Undan keyin ramyul jamarat, shaytonga tash etish bu vojib. Agar tushib qolsa, qo'y bo'g'izlaymiz. Undan keyin chechimizni tushirish yoki qisqartish bu vojib. Undan keyin Arafatda kun patqanga qadar turish vojib. Ya'ni bir odam kun egilgandan keyin, pishimdan keyin Arafatga keldi. 1 soat turib kun patqanga qadar turmay kassimi ruknini ado qilgan bo'ladi. Ammo vojibni tashlagan bo'ladi. Vojib kun patgan qadar turish. Ya'ni uni qonunan o'ng'ishay oladi. Undan keyin vido tavaf qilish. Vido eng oxirida ishlarimizni butunlay tugatib, somkalarimizni, kiyimimizni silib, kelgan yurtimizga qaytmoqchi bo'lgan vaqtimizda Ka'bani 7 qatim tavaf qilamiz. Biz buni vido tavafi deb ataymiz. Buni tashlab qolsak qon ketadi. Undan keyin sunnatlari hajninki ihramni yuvish va uningga xushproq ishlatish. Ya'ni ihromga kiyishdan ilgari, ihromga kiyib badanimizga otib biz ihrom niyat qilib bo'lgandan keyin ishlasak bo'lmaydi xushproqni. Ammo ihromni yuvib, pokizlab, uning xushproq ishlasak, ihromga kirishdan ilgari ihrom kiyimiga bo'ladi. Bu sunnat. Ondan keyin an-nutqu bima nawa. Niyat qilgan narsani eg'iz deyish. Haj qilmoqchi bo'lsa, ey Alloh, men haj qilmoqchi. Allohumma inni uridul hajj. Yoki uyg'urcha desak bo'ladi. Umr qilmoqchi bo'lsa, ey Alloh, men umr qilmoqchi. Ondan keyin talbiya aytish. Labbayk Allohumma labbayk, la sharika lak labbayk, innal hamda wan ni'mata la sharika lak. Mushu talbiyani aytish. Ondan keyin tavafning 2 rakat sunnati, ya'ni tavaf bo'lgandan keyin 2 rakat sunnat o'qiymiz maqom Ibrohimning o'dirisida. Ondan keyin imomning xutbasi, ya'ni Arafat kunisi peshim namozi vaqti kirgandan keyin, ya'ni kun egilgandan keyin peshim namozi o'qishdan ilgari imom 2 qatim xutba o'qiydi. Xuddi jumaning xutbasiga o'xshash. Bu sünnet. Ondan keyin Arafat kechisi Minoda qo'nish. Ya'ni biz ertasi Arafat deydigan kunisi, ya'ni Zulhijjaning 8-kunisi Minoga chiqib, shu kechisi Minoda qo'nib, tong atgan vaqtda Arafat qilmamiz. Ya'ni shu kechisi Minoda qo'nish sunnat. As-sayr, undan nega mingish, Muzdalifaga mingish. Ondan keyin taqbirul hajar, toshni qanday qilish? Hajl aswadni suyish, ishoratlasak mı bo'ladi. Ondan keyin Muzdalifada tong atgan qadar qunash. Bu sunnat. Ammo tong atgandan keyin kun chiqqan qadar turish shu vojib. Ondan keyin tashrih kunlari, ya'ni Qurban Hayitdan keyin, Qurban Hayit kunisidan keyin tashrih kunlari bo'ladi 3 kun. Aldirganlar 2 kunda kirib ketadi, aldirmaganlar 3 kun turadi. Mushu kunlarda turish sunnat. Bizning Hanefi mazhabda. Mana bular hajning faoliyatlari. Endi bizning bugungi darsimiz mushu yergachilik bo'ladi. Bizning buning davomini biz kelarki soatlik darsimizda o'qiymiz. Unda biz kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم